Demak, davom etamiz. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa tezlanish. Demak, tezlanish deb nimaga aytiladi? Tezlanish deb vaqt birligi ichida bosib o'tilgan masofaga tezlanish deb aytiladi. Xo'p, demak, vaqt birligi ichida tezlik vektorining o'zgarishi. Demak, biz bu yerda ko'rib turibmiz, mana delta v. Mana shu delta v tezlik vektorining o'zgarishi hisoblanadi. Ya'ni qisqasi tezlikning o'zgargan qiymati. Bu v oniy tezlik, v0 boshlang'ich tezlik. Demak, tezlanish endi formulasiga qaytamiz. A barobar v minus v0 taqsim t. Takrorlayman. A barobar v minus v0 taqsim t. Yoki A barobar delta v taqsim delta t. Uning birligi metr taqsim sekund kvadrat. Ya'ni tezlanishning birligi metr taqsim sekund kvadrat bo'lar ekan. Endi tezlanish ikkita ma'noga ega tezlanish yoki sekinlanish. Ikkalasi ham umumiy olib turib tezlanish deb o'qitamiz. Demak, tezlanish bo'layotgan payti oxirgi tezlik boshlang'ich tezlikdan katta bo'lishi shart. Ya'ni v katta v0 dan bo'ladi va tezlanishning qiymati a 0 dan katta, ya'ni musbat qiymatlarni egallaydi. Undan keyingisi 26-si sekinlanuvchan harakat. Ya'ni sekinlanuvchan harakatda tezlanish qanday aniqlanadi? Sekinlanuvchan harakatda boshlang'ich tezlik oxirgi tezlikdan katta bo'ladi. Ya'ni jism sekinlashgan hisoblanadi. Masalan, avtomobil ketayotgan bo'lsa, u tormoz bosgan. Ana shunday deb o'ylasak bo'ladi. Demak, bunda tezlanishning moduli 0 dan kichik bo'ladi. Tezlanishning o'zi 0 dan kichik bo'ladi. Modul emas, tezlanishning o'zi. Xo'p, endi bizda grafik chizilgan, ya'ni qaraymiz. Mana birinchi jismning yashil chiziqda chizilgan grafikka qaraymiz. Demak, boshlang'ich tezligimiz 3, tezlashib, oxirgi tezligimiz mana 9. Ya'ni oxirgi tezligimiz 9 ga to'g'ri kelyapti. Biz yozsak bo'ladi. V0 teng 3 ga, v teng 9 ga. Ya'ni metr taqsim sekundda. Endi bu tezlanuvchan bo'lgani uchun, demak, bu 25-formulaga tushadi. Ya'ni a barobar v minus v0 taqsim t. Ya'ni 9 dan ayiramiz 3 ni 6 bo'ladi. 6, demak, vaqt qiymatimiz o'sha paytdagi vaqtimiz 3 sekundni ko'rsatyapti. Demak, vaqtimiz 3 ga bo'lib yuboramiz. Demak, 6 ni 3 ga bo'lsak 2 metr taqsim sekund kvadrat degan javob chiqadi. Ikkinchisi, qizil chiziqda chizilgan bu sekinlanuvchan, ya'ni tezlik kamayib. Demak, tezlik kamaysa, jism